Ming aktrisa bo'lsangiz ham baribir oxirida yolg'iz qolasiz. Vazira Yunusova turmush o'rtog'ining vafotidan keyingi kechinmalari bilan bo'lishdi. Bundan 3 oy avval teatr va kino aktrisasi Vazira Yunusovaning turmush o'rtog'i vafot etdi. Aktrisa o'zining hozirgi holati, ichki kechinmalari, turmush o'rtog'i bilan 30 yillik turmush haqida so'zlab berdi. Ularni har kuni, har soat, har daqiqa eslayman. Meni juda ham ko'p erkalatardilar. Ikkimizning sohalarimiz boshqa bo'lgani uchun bir kunda 5-6 marta qo'ng'iroq qilardilar, deb yig'lab so'zlab berdi. Ishga tashlab qo'yganlaridan so'ng yaxshi yetib bordingmi deb hol-ahvol so'rasalar, kechki payt ham o'zlari ish joyimdan olib qaytardilar. Keyin men, dadasi, nima uchun har kuni ishdan o'zingiz olib ketasiz meni? Men ham ozgina qizlar bilan gaplashib o'tirmoqchiman deb savol berardim. Shunda ular, ayollar bilan ko'p o'tirsang, g'iybatga aralashib qolasan. Undan ko'ra men bilan, bola chaqang bilan uyda bo'lganing yaxshi derdilar, deya xotirlaydi Vazira Yunusova. Turmushga chiqqanimdan keyin 6 yil davomida uyda o'tirganman. Turmush o'rtog'im ishlashimga ruxsat bermaganlar. Keyinchalik yoshimiz anchagina ulg'ayganda ularga dadasi 6 yil mening qonimni ichdingiz, shuni deb qancha rollardan qolib ketdim. Juda kech ishlashimga ruxsat berdingiz dedim. Ular men seni umuman ishlatmoqchi emas edim degandilar. Chindan ham qaynonam rahmatli sabab ishga chiqqanman. Hatto bolalarini poliklinikaga olib borish kerak bo'lsa ham qaynog'alarim olib borib kelardi. Ana shunday hech qayerga chiqishimga ruxsat bermasdilar. Qarasam, hamma ming tengqurlarim ijodda, ishlab mendan o'zib ketishyapti. Men ulardan orqada qolib ketyapman. Shularni o'ylaganimdan keyin uyga qaynonamni chaqirtirganman. Ularga ishlamoqchi ekanimni tushuntirib aytganman. Agar ishlatmasalar ajrashaman o'g'lingiz bilan deganman. So'ng qaynonamni teatrga olib borganman. 1,5 soat mobaynida sahnada rol o'ynab bo'lganimdan keyin mana shu sahna, men shu yerda ishlayman. Sahna orqasida ham odamlar, gremyorlar, rejissyorlar bor degandim. Qaynonam menga, "Bo'ldimi? Shumi ishingiz?" degandilar. Ishim shundan iboratligini ko'rganlaridan keyin xo'jayinimga ham kelinim ishlaydi. Men onasiga va'da berganman, ishlataman deb aytganlar. Taom tayyorlashimni, uy tutishlarimni ko'rib, eng yaxshi ko'rgan kelinimsiz deganlar qaynonam. Shu voqealardan bir oy o'tgandan so'ng qaynonam olamdan o'tgan. Aktrisa turmush o'rtog'ini xotirlar ekan, bevosita qaynonasini ham onasi o'rnida bo'lganini aytib o'tdi. Qaynona ham qaysidir ma'noda ona bo'ladi siz uchun. Siz ham ularga mehribonlik qilsangiz, ular ham buni biladi. Qayerdadir sizdan rozi-rizolik so'rab ketar ekan. Qaynonam vafotlaridan oldin o'g'illarini ishga jo'natganimizdan so'ng meni yonlariga olib, "Qizim, men sizdan yomonlik ko'rmadim. Siz ham mendan yomonlik ko'rmadingizmi?" deganlarida men, "Yo'q, nega unaqa deysiz?" desam, ular, "Sizda bitta yomonim qolyapti" degandilar. Chunki xo'jayinim 7 o'g'il ichida eng sho'xi bo'lgan ekanlar. O'shanda bunaqa gaplar aytmang, umringiz uzoq bo'lsin deb kechgacha ona bola gaplashgandik, deya bugungi kelinlarga eslatma tariqasida hayotidagi kichik ammo ibratli voqeani misol keltirdi aktrisa. Ming aktrisa bo'lsangiz ham oxirida baribir yolg'iz qolasiz. Yoshlik tez o'tib ketar ekan. Yoshingiz ulg'aygan sari yolg'izlik qandayligini anglab boraverar ekansiz. Farzandlaringiz ham o'z ishlari bilan bo'lib qolar ekan. Ming aktrisa bo'lasizmi yo boshqa kasbdami, oxirida o'zingiz yolg'iz qolasiz. Yolg'izlik kun bo'yi ishlar bilan chalg'ib, uyga qaytganingizdan keyin bilinadi. Biz turmush o'rtog'im bilan Xudo xohlasa qariganimizda ham doim birga, bir-birimizga tirgak bo'lamiz derdik. Allohning irodasi ekan. Turmush o'rtog'im olamdan o'tganidan so'ng 3 oy ichida tez-tez jahlim chiqadigan bo'lib qoldim. Jahlimni jilovlab olaman deyman-u, lekin buning noto'g'riligini aqlan bilsam-da, alamimni bolalarimdan olib yuboraman. Aslida hammamiz ham mehmonmiz bu dunyoga. Shunday ekan, 4 kunlik dunyoda bir-birimizning dilimizni og'ritmasdan shirin so'z bilan yashab o'tishga harakat qilishimiz kerak ekan, deydi aktrisa.